Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardob suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badok, mol dedi badok, bedi dedi badok. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichiligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltuk tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. U shundoq rohatlangan holda hovlini 2-3 qitim aylanib chiqib yotiqiga kirib ketdi. Uning chirig'imi toki bosh to'g'u qichqarg'uchi o'chmadi. Chunki u Nodam bilan qiziq parangga tushgan edi. Nodam Anvar apandi bilan paranglasa ham miskin, ham tomonliq dili yo'rib qoladi. Atrofida yuz berayotgan ishlardan bolada nurg'un savollar tug'iladi. Ammo u bu savollarni yechishga qancha urinsimi, nurg'unlarini yecholmay, chami kelmay tingirqab qoladi. Uningda paydo bo'lgan savollar Anvar apandi tarafidan qanoatlanarlik holda yechib beriladi. Har qachon u Anvar apandining yotiqiga tingirqagan, gangirgan holda kirib keladi-yu, yong'anda jo'shqin, yuzi echilgan va yuzlarini tabassum o'rgan holda qaytadi. Kambag'allar kech-kunduz ishlasimi, chopini tizidan oshmaydi. Qursiqinimi tuzuk boqolmaydi. Degan edi bir kuni Nodam uning yotiqida o'ltirib. Boylar amgakmi qilmaydi. Peshonasidan bizdek tarmi oqmaydi. Ammo qursiqi to'q, kiyimlari yaxshi, hammanimizni tal. Nimishqa shundoqdir Anvar aka? Buni ajab so'rab qoldim-ku. Opamga aytsam, Xudoyim shundoq yaratgan deydi. Bekor gap, ishonma. Aqtambaydek odamlar hiyla ishiltib, kambag'allarni aldab, ularni qoqsha qolga tushirib qo'ygan. O'zlari amgak qilmay, boshqalarning amgaki bilan beyg'an. Sen Aqtambayning amgak qilganini ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Shundoq amgak qilmaydi. Yoshligidami qilmagan. Buni yepish uchun Xudoyim shundoq yaratgan deb nodon xalqni aldaydi. Nodon xalq buningga aldinib yurayverdi. Bo'lmasa Xudoyim hamma bandalarni o'xshash yaratgan. Mundoq dema. Hukumatni qara. Bayni bo'lonchining o'zi bo'ldi. Nima degan ko'p seliqlar bu? Dehqonlarga o'g'il emasmi? Boshqa seliqlar turib tursin. Askarlarning kiydigan xiyi uchun xay puli, yeydigan siyi uchun say puli, oltlarining yeydigan bedisi uchun bedi puli oladi. Hukumat put dastlab turish uchun olmaydigan seliq qolmadi. At o'gin xalqdan mangan yo'lim uchun deb yo'l haqqi, ichadigan suying uchun deb suv haqqi, texi havoda nafaslanayotsan deb havo puli oladigan o'xshaydi. Xalqning turmushini o'ylamaydigan qandoq hukumat bu Anvar aka? Shundoq ushuq hukumat. Hukumat cheriklashsa shu holga tushib qoladi. Cheriklashgan ishkan g'o'lamay qolmaydi. Bu g'olashning oldidagi tipirlash, jon to'lishish. Anvar jimib qoldi. Nodam xiyolga cho'kdi. Uy ichimu, tala tuzmu sirliq jimjitlik cho'kib, g'o'yib qolgan edi. Na biror dafnanning muğluq naqshisi. Zuvalliq tilavatqandek na biror ishning hovlishi anglanmaydi. Anvar apandining yotiqida pil-pil qilib ko'rinib turgan chiroq yo'riqini hisobga olmaganda, butun yezida o'lim jimjitligi hukm suradi. Shundoq jimjitlikda tuyuqsizlar bosh to'xuning qichqarg'ini anglandi.
Әмді ойыл қылмай тоғолар тарап-тараптан қычқырышқы башлайды. Надам қайтты. 5-ci bab. Әхтәмбай шәһәрдән чыккан Жау Жүнгән белән Булу көйдәге бер тойны түгитеп янган иде. Бай юқырқы жаңсына айланып кетмәкче булганда, Жау Жүнгән: "Мәнме айланып келәй. Сезнең өеңездә бер нәчә көн дәмилеп, андан янай" дигән. Шуның белән той игесе уны яхшы атка җерен кашкыгы миндиреп куйган иде. Жау Жүнгән хәзер езыгы толы чыкдыган. Булыпмы Әхтәмбайның өйгә толы чыкдыган булып калган. Янашыда нургын соğu саламларга иге булдыганлыгы өчен бәлки шундактыр. Бүгенме уның шундак тәмәсе бармы Әхтәмбай белән җаңсыгы келди. Әхтәмбайның көмеш игәр токым токылган. Мушы әтрапта хәйлеле данкы бар кара алы эти бер орында турмай типчекләп уйнап туратты. Өйдән чал сакаллык бер буай чыгып, уларга салам кылды да, ишкисini колтыгыдан юлап аттан төшүрде ва атларны моми ягачка баглап койды. Nima ish qilyapsizlar? Dedi Әхтәмбай беди бесилган лапаска карап. Jamoliddin beynamdan saman to'shyapti. Dedi буай мулайым кыяпәттә байга карап. Sancho, men kundagi ishni qilyapman. Bir necha kun bo'ldi, qo'noqlarni qurtib, sanga kirgizyapman. O'ylining o'ttirisida pokiz supurilgan bir parcha kangri yerda yeyilgan qo'noq turadi. Жау Жүнгән qo'llarini polonglatib, yerni qattiq tepib, qo'noqqa yaqinlashgan to'g'olarni qo'g'lab etdi. Jamoliddinning ishi qandaqroq? Yaxshi. Yaxshi bo'lganda, kunda 3 qitim akilyapamdi ya, lalanglab yuryapamdi. Tunagin 3 qitim akalgan, biroq bak kech qoldi. Keyinkisida yerim kechiga yaqin keldi. Atiganroq mangsa akilalaydi emasmi? Aytib qo'y. Atiganroq mangson. Atlağı boğuzlarını köprek bəsən. Ondan aşı beynəm samından çoğun qorağı bir neçə harba əkilib tökübəsən. Qışıca mallağa beynəm samını verdiğinimizni unutup qaldımı nima o? Mən eytay. Bay ikki qo'lini kayniga tutib, lapas ustidagi ostini kengroq qilib, o'rligan seri kichikiltib besilgan bedilarga ko'z yugurtdi. Va ichida uning qoidalik ham chiroyli besilganligidan xursand bo'ldi. Ondan qo'tonga kirdi. U qora g'o'nan o'kizni ko'rib turgan o'rinda turibla qoldi. U yoq bu yoqiga qaradi. Oylanib oldi tarafiga o'tdi. Poh, nima degan samirgan bu, ha? Turg'izg'ina buni. Men o'kiz bolasining mundaq samirginni ko'rmagan. Ho'sh. Chu. O'kiz erinchaklik bilan erg'anlab o'rnidan turdi. Bay o'kizning beqinlarini tutib ko'rgan edi, qo'liga g'ijjida moy urildi. Poh, tulumdak samiribdi bu, tulumdak. Ustida tuxum to'xtaydi buni. Bechora bola ko'p ajr qilib baxti buni. Ajrisiga loyiq obdalla samirib qoldi. Bu o'kiz sizning emasmi? Jao Junguanning texi javob olmay turibla ko'zlaridan o't yondi. Lavlarini tomshidi. Mening emas, dedi Әхтәмбай Jao Junguanga qayrilib qarab. Bizning Jamoliddin degan malayning. Shundaqmi? Junguanning ko'zi qizardi. Yaxshi bo'ldi, bak yaxshi bo'ldi. Men mushundaq bir semiz molni izlab yuratdim. Bu o'kizning menga uchrab qolganini qarang, ta'lim boykan bay. Bu o'kizga ko'zingiz tushibdi-da. Mundaq gap. Bir necha kundan keyin bizning xotinning singlisining to'yi bo'ladi. Mushu o'kizni to'yda so'ysak, baxuduk yetadi. To'yni bayashat uzitib olamiz emasmi? Bu yerga siz bilan birga kelganim yaxshi bo'pti ekan. Bay hayron bo'lib uningga qaradi. To'y qilsangiz, qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz, Junguan. Bu o'kizni Jamoliddin bermasmikan? Uningga muhim ishqi kerak. Berdi bay, berdi. Bermay haddi emas. Men ko'zim tushgan narsani olmay qo'ymayman. Menmi pul beraman emasmi? To'ydan keyin obdan rozi qilaman uni. Bay o'ylanib qoldi. Bu chatoq ish bo'ldi-ku. To'ydan keyin pul beraman degani bilan baribir bermaydi. Men bilmamdim bo'lani. Endi nima ish yuz berdi? Әхтәмбай harbiy amaldorlarni jangsiga boshlab kelib, Jamoliddinning ming bir jafo bilan boqqan o'kizni uningga berib etibdi degan gap so'z tarqildi.
dehqonlar meni nimada? Al ichidagi inovatim yerga urilmasmi? Hamma ishda mening og'zimni qaraydigan haq, endi ko'zga ilmos bo'lib qolmasmi? Bo'lamo bak adigili turdi. Ochiq oshkor mushundoq zo'rlik qilsa, qandoq bo'ladi? Biz haqila mushundoq qilyotdi-da. Uning ustiga Jamoliddinning mijozi aski. Boy harbiy amaldorga xushamad qilib, o'kizimni uningga berib atdi deydi-da. Alning og'zini etib olg'ili bo'lamdi. Bechora bolaga o'g'il bo'ladigan bo'ldi-da. O'kizni sizdan qo'rg'a olib bersin. Men at sahar mangaman, dedi Junguan qo'lini shiltib. Bu gapni anglab bo'yning ichi qorong'ulashgandek bo'ldi-da, Junguanga yer tegidan ko'zlarini olaytib qaradi. Qaraysan-ku. Ma'qul. Ma'qulingni qo'y. Hozirla olib ber. Bo'yning xo'jayini Ahtamboy bo'lsa-mu, lekin hozir uningga Junguan xo'jayinlik qilmoqda edi. Qo'noqni to'g'ila bezab qilib bitar. Kashqurun oparsam mekin deyman, dedi bo'y Jamoliddinning kelishini kutib. Junguanning ochiqi keldi. Bo'yin to'lg'ima. Men bilan sodlashmoqchimisan, ha? To'g'olaga xotining qarab tursin. Ochiq qo'tandin o'kizni. Ondan u demi ichiga tushib ketgan Ahtamboyga qarab dedi. Xo'sh, bay, mushundaq gardangashlarni ishiltib Ahtamboyning o'z maloylariga Junguanning xo'jayinlik qilayotganiga sal ochiqi keldi atomolim bo'yni oqladi. Bo'y yavash odam, halol ishlaydi. U Janzning ko'zatchisi. O'zligidan qo'noqlarni qo'rtayotganini ko'midingizmi? Maloylarni ching tutish kerak. Bosh tutsangiz, peshingizga chiqib oladi. Bo'y o'kizni elib chiqdi. Boy bilan Junguan otlarga mindi-da, o'kizni yetiligan bo'yni oldiga silib, mahalla tarafga yurib ketdi. Tushdan keyin havo tutilib ketdi. G'arb tarafdan ochiq shamol urmoqda edi. Osmon yuzini qoramtul ko'k bulutlar qoplab ketgan edi. Qor uchqundamdu, yomg'ir tomchilamdu, hech kim uni o'ylagani yo'q. Junguan bugungi o'ldisidan intayin xushal. Ahtamboy g'amgin. Bo'y g'azablanib ketib bormoqda edi. Ochliqqa o'rilib bo'lgan engizlar sarg'ayib yotadi. Engizlarda qo'y kallar o'tlab yuradi. Yengidek sanjilayotgan sovuqdan shumshadab qolgan podichi bolalar uyga qaytishning g'imida dammi-dam atrofiga, tutilib ketgan osmonga qaraydi. Bo'y kun o'ltirmasda xuddi motamdor kishidek beshini silib qaytib keldi. Birdamdala uning ko'zlari o'ltirishib ketgan edi. Boy o'kizni Jamoliddin bermasmikin desa, u berdi. Bermay haddi emas deydi, deb o'ylanmoqda edi bo'y. Nima degan mutahamlik bu? Qaranglar uning yugurib ketganini. Bir kuni bo'lmasa bir kuni beshini yeydi u nejislar. Tulxotinning o'g'li Jamoliddinning bu o'kizni qanchalik jafo va qanchalik umid bilan beqib samirtganligini u yaxshi biladi. Texi obdan rozi qilaman deydi. Ushqla, rozi qilamdi. Rozi qildigan bo'lsa, nemishqa Jamoliddin kelguchi turib turmaydi. O'g'irlagandek qochidi. Olg'ana og'an, bo'lg'ana. Jamoliddin haqqimni bermamsan deb uning oldiga bos chiqini. Xo'rlindi. Ahonat anglaydi, tayoq yeydi. Zo'rlikni shu chaqda ko'rdi. Qandoq zamon bo'lib ketdi bu. Har qanday nohaqchilikning so'rig'i bo'lmayotdi. Bir nima yog'digandek qiladi. Qo'noqlarni yig'ib o'tay. Bo'y yeyilgan qo'noqlarni yig'ishga kirishdi. Ayol o'tmay Jamoliddinmu samon bosgan harvisini haydab yetib keldi. 20 yoshlarga kirib qolgan Jamoliddinning bo'yi egiz, o'ruq, mijozi chus edi. Bo'lingan ishlarni anglasa, uning chechilib, darhol saproyi o'rlab ketadiganligini u obdan biladi. Shunga bo'y uni choy ichib olsin deb u haqda eg'iz ochmadi. Qo'rsqi ichib ketgan Jamoliddin hech narsaga qaramay, xuddi bir ishga oldirayotgan odamdek choyni tez ichishga boshladi. Biroq to'yg'un bola bir narsani sezdi atomolim bo'yga lip-lip qarab, "Bova, bugun sol tiyibli qopsan-ku", dedi.
Balam, bari sana daydigan gap. Öküzingni bir harbiy amaldor ep ketdi. Dedi buvay ma'yus holda. U chaynab bo'lgan nenini yutmayla hayron bo'lgan holda buvayga ishtik qaradi. Nima deysan? Naning amaldor ekan u? Bilmayman. Aqtanboyning uyida bir qitim ko'rgan edim. Boy bilan birga kelgan ekan. Nima davotadigansan? Nima gap bu? Rost bolam, menga haydatkizib, elini ep ketdi. Men cho'nqorodan hozirlik keldim. Nimishqa ep ketdi? Shu semizligiga ko'zi tushdi-da. Singlimning to'yini qilatdim. Uni obdan rozi qilaman deydi. Jamoliddin cheyini tashlab chachrab o'rnidan turib ketdi-da, harvidan otni chiqarishga boshladi. Akti verdigan bog'ning olmisimi ekan u? Harbiy amaldor to'y qilsa, uningga mol kammi? Aqtanboy gap qilmadimi? Jamoliddin jili bo'lib, yuzlari totirib, oridek qo'llari titrab ketdi. Gap qildi. Jamoliddin bermasmikin? To'y qilsangiz qo'limizdan kelishicha biz yordam qilayli dedi. Nadikini gapini anglamadi. Menga chopsanmang deb bir muncha ahonatlarni qildi. Men nima deyalaydim? Belida topanchisi tursa. Jamoliddin harvidan otni tezlik chiqardi. U harbiy amaldorga "Silik gap qil bolam, o'zingni, opangni o'yla. Qancha qilgan bilan." Buvayning ko'z oldiga nurg'un ishlar gavdilanib kelgan edi. U beshidan issiq sovuqni ko'p o'tkazgan. Ko'pni ko'rgan, hayotida boy beglar bilan, amaldorlar bilan nohaq ishlar uchun elishqanlarning taqdirining nima bo'ladiganligini o'z ko'zi bilan talay qitim ko'rgan. Jamoliddinning mushu ish bilan biror yomon oqibatga qilishini xohlamaydi-da. Jamoliddin tarlab kelgan otni yovdoq mindi-da, mahalla tarafga qarab chopdi. "To'qim selvasanchi?" Buvay uning keyindan varqirab qoldi. Lekin uning quliqiga hech nima kirmaydi. U faqat "Bular nimachi bo'za qiladi bizni, ha?" deb ichidan yenib ketib boradi. Jamoliddin bu yil atiyoz boyga changung turganda mundaq kelishgan edi. Boy uning haqiga bir qur mata ko'nglik tambal, to'txu oshliq, bir toy bermoqchi bo'lgan. U toyning o'rniga mushu g'onan o'kizni ko'rsatgan. Shu chaqda Jamoliddin g'onan o'kizni ko'rib ishkilinib qolgan edi. Chunki o'kiz shu qadar o'ruq ediki, orallar yerda sap turadi. 3-4 oydan beri o'kizning ichi surib, qancha qilsa-mu to'xtamay, jeni oralda qolgan edi. Boy ana shu o'kizni berib qutulmoqchi bo'lgan edi. Jamoliddin o'kizning cho'ngliqiga qiziqib, o'lar mallikidan yoltiyib ishkilinib qolganda, boy "Qo'rqma, kasal boshqa, ajal boshqa. Tuzilib ketsa, bir necha toyning puliga yaraydi. Tuzilib qolsa-ku, sizlar aytgandek noli go'sh, bo'lmasa 8-9 oylik ish haqqim shamolga uchib ketmamdi. O'kizni o'zing bilan birga janziga elib ketsan, kashkirguchi o'tlaydi. Oqshimi atsi otlardan oshgan bo'g'iz bilan boq. Ajri topsa, alomat mol bo'ladi bu." Jamoliddin o'kizning bo'yiga qiziqib qolgan edi. "Olsam olay, peshonamdan ko'rdim. Undaq bo'lsa, gapni jing, pishiq qilayli. Navoda palak o'ngga tortib, bu jinozaga jon kirib qolsa, ko'z qizirdigan ish bo'lmas. To'xtam tuzimiz emasmi? To'xtam. To'lxotonning bolasi deb raqobat qilganini bilmaydi ekansan-a, ahmoq bola." dedi boy o'kizdan qutulishning amalini o'ylab. Shu bo'yicha bir ishki mo'tivarning oldida xat to'xtam qilinib bitishgan edi. Jamoliddin kishilardan anglig'ini bo'yicha o'kizga har kuni bug'doy kepikiga tuzni o'tkazib, odob chelib, teriqda ko'ktoshni so'qib, odobga oralashtirib ishkizib turdi. Zerikmay bir oydan ortiq vaqt boqqandan keyin o'kizning ichi surishi sallamaza saqiyib, kundan kunga samirishga boshlab, bugünkidek boyning ko'zini emas, amaldorning ko'zini qizatqudek holga kelgan edi. Jamoliddinning kunlari mu oz qolgan. Samonni to'shivasa, qolgan haqqini elib ketmoqchi. G'onan o'kizni setib, bu yil qish kichik onasining qiziga o'ylanishni ko'ngliga pukib yuratdi. Qirishqandek mo'u peshkanlikni qaramamdigan. Jamoliddin Aqtanboyning hashamatlik darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Otdan irg'ib tushdi-da, uni daraxtga bog'lab qo'yib, ho'ylig'iga kirib keldi.
Hovli ichi jimjit bo'lib, oralab otning pushqirg'ini anglanib turadi. Yaxshi, o'g'izimni teg'i sharga ep ketmabdi, deb o'yladi u. Uning butun a'zoyi badani g'azabdan titrab, ko'zlaridan o't chaqnab turadi. Yuzlari totirib ketgan edi. U uyoq bu yoqqa qaradi. Ko'ziga hech kim chiliqmadi. Uyga kiraymi yoki mashaga chaqiraymi? Nemishqa chaqiraman? O'g'izimni menga gap so'z qilmay haydab ketgan ekan. Undaqda menmi o'zimning milni ularga chaqirib so'rab olatdimmi? Hargiz chaqirmayman. Menmi haydab ketaveraman. Shunda qilganim yo'qliq. Tayinliq o'g'izim qo'tandidi. Jamoliddin udul qo'tonga qarab maqdi. Uni derazadan ko'rib qoldimi yoki oyoq tevishini angladimi, Ahtamboy uydan chiqib qoldi. Jamoliddin o'chiqi bilan boyga bir qaradi-da, qo'tonga qarab mongiyverdi. Boy uning alpozining o'sonligini ko'rib sal cho'chib qoldi. Ammo zo'rig'i kulimsiradi. To'xta bolam, xo'sh, bu yoqqa kelsan, uyga kir, dedi Ahtamboy yenik qadam tashlab kelib. Jamoliddin to'xtadi. Lekin uning chiroyida qon qolmagan. Butun badallari jaloqlab titraydi. Amaldor bo'lsa, bo'lib oldigan ishim ekan. Men o'g'izimni ep ketgil keldim, ep ketaman. Rost, o'giz sening. Buni hamma biladi. Lekin Javjunganga kerak bo'lib qopti. Kerak bo'lib qolsa, aktiverdigan gapmi ekan? Bo'g'i o'giz, ana avu chuchi xo'rozning egisi bor. Bu degining to'g'ri bolam. Javjungan singlisining to'yini qilmoqchi ekan. Seni obdan rozi qilaman deydi. O'g'izimni ep ketgan sizlar emas, boy ota. Sizlar bu ishga aralashmasizlar. O'g'izimni u qandoq ep ketgan bo'lsa, men shundoq ep ketaman. Heligo singlisining to'yini qiladi ekan, onasining to'yini qilsa-mu, o'g'izimni bermayman. Amaldor menga o'giz beqish bermagan. Shu asnoda Wangchungni anglab uydan Javjungan chiqib qoldi-da, jadalning cho'ngi chiqdi. Ikkisi o'tirsida varqirash, tillashish boshlandi. Hatto Jungwan bir poy o'qma otdi. Anvar apandi qishning uzoq kechalarini o'zining yangi do'stlari bilan mungdishib sirdishib o'tkazadigan bo'ldi. Uning do'stlari ko'payib qoldi. Yangi do'stlar bilan o'tadigan qiziq suhbatlar ko'pincha o'zining yotiqida, ba'zida Kevirning uyida bo'ladi. Suhbatga keladiganlarmu o'z qaralida kelib turadi. Bu yil qish Nodam 2-chi sinfda o'qiyotgan chig'ida Ahtamboy uni maktabga berishdan to'xtatdi. Qo'roning ishlariga ulgurolmas bo'lib qolding. Savodingmi chiqib qoldi. Qolg'inni o'zing tepib olasan. Aqlli bola bo'lsan, dedi. Boyning 1 yildan o'shiqroq tepib davoltishi bilan Varisjonning savdoyiligi o'nglanib qolgan edi. Nodamning uningga hamroh bo'lib maktabga berishining hojati qolmadi. Uning Varisjonga yarim kun hamroh bo'lib maktabga borganlik vaqtini boy kechsi juvoz haydib to'ltib olganda, Nodam boyning xuqbiyona sirini bir tushungan. Mana endi texmi cho'nqur tushundi. Goyitning aytgan so'zlarining nihoyatda to'g'riliqini u to'si aniq bildi. Mana mushu ishdan keyin Nodam Anvar apandining yotiqiga pat-patli kelib paranglashadigan bo'libmi qolgan edi. Boshqalarmu apandini ko'p yo'qlaydigan, izlaydigan bo'ldi. Ular bugun Kevirning uyida ta yarim kechagacha qiziq parangga tushib ketdi. Jamoliddin Kevirga qarab, "Kevirga, bugun payzing yo'qday turdi-ku. Kam bo'lib qoldimi nima? Ikkichini bo'zdiga eg'iz tagmisa, buning payzi uchib ketadi-da", dedi Goyit kulib. "Ha, biz dunyoning hammanimizdan kashkan odam mana. Oldinglarga bir chini choy qo'yolmaymiz ya, yugurib qo'pib choy qaynatib beradigan xotin yo'q", dedi Kevir burutini silab turib. "Bizga xotinmi shu, bola boqimi shu, uy jahonmi shu degina. Bo'zdan boshqa nimam bor endi?" Kevirkamning tarki dunyochilikni tashlab, ishkulikka yaqinmi kamaydigan chaqlar keladi. U chaqda bo'zangni zo'rlabmi ishkizanmaysan, dedi Anvar ma'nilik qilib. "Ha, to'g'ri aytding uka. Jahon tuzalsa, bizmi tuzilib ketamiz", dedi Kevir. Anvar apandi jahonni biri tuzib bermaydi, uni tuzaydigan sen bilan biz demoqchi edi, biroq nemishqidir to'xtab qoldi. Goyit, "Kevir,
Jamoliddin hiliqi harbiy amaldorni rosa kelishtirib o'xshatgan kuni seni Jamoliddinning salomatligi uchun deb toza ishtidaydi-ku. Ras adash, ras. Xushalligimda rosa ichibdiman, dedi u Jamoliddinga qarab. Bugun nodam kelamanda nima, mushchaqchi yo'q-ku, dedi Anvar betoqat bo'lib. Hammaning ko'zi eshikda edi. Kevir Jamoliddinga qarab, "Uka, xalqlardan yerim yota angladik. O'z og'zing bilan bir aytqina, harbiy amaldorni zodi qanchalik o'xshata olding?" "Men o'xshatqashqa, sen ishkansan?" dedi Jamoliddin. Boshqalar paroqqida kulib ketdi. Anvar apandi suhbatni ko'ngildagidek boshlab olish uchun hali aytilgan so'zlarni takrorlab dedi. "Qani Jamoliddin so'zigina, harbiy amaldor o'kizingni tortib olgandan keyin zodi nima ish bo'ldi?" Yurakdan urg'ib chiqqan taqazzolik bilan hamma uning og'ziga qaradi. Jamoliddin ham kishini echintiradigan, ham g'azablantiradigan ishni so'zlashga boshladi. Beynamdan saman to'shayotgan mazgilim edi. Bir kuni saman besilgan harbini haydab Janziga kelsam, boy talat so'rin bir harbiy amaldor bilan Janziga kelibdi ekan. Harbiy amaldorning ko'zi mening o'kizimga tushib, uni haydab ketibdi. Bu gapni anglab beshimdan tutun chiqib ketdi. Harbidan otni chiqarib yavdoq mindimda mahallaga ushqandek yetib bordim. Alpozimni buzib, Aqtanboyning qo'risiga kirdim. Elim yaxshi o'kizimni texi shaharga ep ketmagan ekan. Shu asnoda boy paydo bo'ldi. "Bolam, o'kizingni Javjungan haydab keldi. To'yg'i so'ymoqchi ekan. Seni obdan rozi qilaman da'vatida. Jidal chiqama, o'zingni oya. Hozir ularga gap qilish bu yoqda tursin. Tikilib qarab qo'ysangmi, tutadigan bo'lib oldi. U seni rozi qilmasa, men rozi qilay. Uning o'rniga boshqa mol beray. Sen Janziga ketiva, gap qilma bolam. Gapimni angla, ha?" U ana shundoq dedi. "Men amaldor bo'lsa bo'lib oldigan gap ekan. O'kizimni hargiz demayman. O'z milimga o'zim ega bo'lamandim." Men shundoq deb qotani qarabmangdim. O'ngsli o'chgan boy oldimni to'rib oldi. "Unda qilma bolam. Javjungan chiqib qolsa, jidalning cho'ngi chiqidi." Qo'rodagi vangchongni anglab, uydan Jav degan harbiy amaldor chiqdi. U peshayvonda turib, bizga mansitmagan nazarda qarab, "Ha, nima gap bu? Bu kim bo'ladi?" deganda boy, "Bu o'kizning egisi, Janzdiki Jamoliddin degan bola. O'kizimni kim oldi? O'qib boqay deb gapdi." U shundoq dedi. "O'kizni men oldim. Menga kerak bo'lib qoldi. Sen ketiva, keyin haqqingni berib bitaman. O'kiz menga kerak. Uningga kimning ko'zi tushsa aktiveradigan ish nada bor ekan? Sizning qonuningizda shundoq deyilganmi ya? Sen tega holingga boqmay, qonundan gap etyapsan-ku. Sana qonundan gap etishni kim qo'yibdi? Men yigir, malayliqingni qil." Ochiqim shundoq keldiki, sizlashni qo'ydim. "Qani aytqina, qonunda fuqaroning mol-mulkini amaldorlar xohlagancha tortib olsa bo'laverdi deyilganmi?" dedim. Uning jampini chiqib ketdi. "Og'zingga kelganni jo'ydimi? Sen mu xiyolingga kelganni qilma. Yo'qol harimi, jidal tersam, sana yaxshi oqibat yo'q. Men mushu qo'roning moliyi, nadin keldim? Avval sen yo'qol. Sen yo'qolsang, mushu jidalmi bo'lmaydi." Ikkimiz varqirishib tillashib ketdik. Jungan peshayvondan tushmay qo'llarini polong deb jon jahli bilan so'zlamoqda edi. Aqtanboyning chiroyi tatirib, nima qilarni bilmay u yoq bu yoqqa mang'atdi. Heli Junganning oldiga, heli mening oldimga kelatdi, lekin nima deyishni bilmaydi. Eg'izni gapga o'mallaydi-yu, to'xtab qolatdi. Qo'roning tomlaridan uchib chiqqan vangchongni anglab, sirtib turib gap tanishayotgan kishilar qo'roga bir-birlab kirmoqda edi. "Mening milimni akitidiganga sening nima haqqing bor? Birovning miliga zo'rlik qilishga shuncha so'lting bilan yuzim qandoqchi?" dedi. "Noahli." Odamning g'azabi kelsa ko'ziga hech nima ko'rinmaydi ekan. Uning mo'risidagi volildab turgan belgilar, maydisidagi medallar, belidagi qopiq tapanchalar ko'rinmadi. "Og'zing qarab so'zla, harimi!" dedi u begiz barmoqi bilan meni junub turib. "Heli ko'rgilikingni ko'rsataman jimo, meni bo'sh chaqlama. Sening umring kishilarga mushundoq zo'rlik qilish bilan o'tib ketganda. Astag'firullah, eg'irlik qilganni bil. Heli pushaymon qilishqimi ulgurmay qolasan." Uning chashqanligida kichik ko'zlari yinib, ko'tmak burun to'shiklari kerildi. Bir o'rinda turolmay, tipchaklab, yer tepib, u yoq bu yoqqa tashlanib g'alvor edi. Bo'yin tomirlari birlik ko'pdi. Men
O'zimning milni nemishqa sendan so'rab olatdim dedimda, uning popozlari qarmay, qo'tan tarafga mangdim. To'xta! Bilib qo'y. Qo'lga tushgan molni mundaq osonli berib o'tadigan javjungan, texi to'ralmagan. Qani, qo'tandan o'kizni ochiq qilib boqqani, men bir ko'ray. Menmi bosh kelmadim. O'zi ajr qilib, beqib o'stirgan tayyor molni bo'langchiga berib o'tadigan jamolmi, texi to'ralmagan. Senmi bilib qo'y. Mollam menga mundaq o'rgatmagan. Pa, qoltis gaplarni qipsina. Jiraltik yigit bo'psan, jim bo'lsan. Dedi hayajonlangan Gayit yon pishig'i urib. Amaldorlarning muttahamligidan ochiq uchimga yig'ilib qolgan gaplarning hammasini oyimay chiqadim. Amaldor zahar yutgan yilondek to'lg'inib, og'ziga kelgan gaplarni chiqaramay chichanshib ketdi. Bir ozdan keyin o'zini bir qur o'ngshab mundoq dedi. Yaxshilikni bilmaydigan, hoy hayvon, hammang hayvon. Yo'qilish ko'zimdan ro'dipayla. Jamaldinga bo'ldi qil, gap qilma deb sharat qilayotgan kishilar Jungan qo'lni tapanchasiga opirishiga kayniga dojidi. Xalqning shillisiga minib olgan, qinini sho'raydigan sandak o'larmanlarni ro'dipaydasi bo'ladi. Kishining milig'i beso'roq changal solgan odamni hayvon, yovuz bo'ri deyish kerak. Uqdingmi, o'g'ri bo'langchi. Yoraysan o'g'il, mushundaq tig'din ittik gaplarni qilib, o'lib ketsang nima armon? Qo'rqish degan xiyolingmi kelmabdi-da. Dedi Kevir tamakisini qattiq sho'rab. Odamning g'azabi o'rilsa, qo'rqish, ehtiyot qilish, andishi deganlar o'zini ko'rsatmaydi ekan. Og'zingni bas, harimi. Kim bo'langchi, ha? Sen kimning oldida turyapsan? Hozir ko'rgiligingni ko'rsataman. O shundoq deb tipirlab, yenidan tapanchasini sug'urib oldi. Aqtamboyning o'ngi ustida Junganning oldiga bordi. Unda qilmang, Jungan. Uni ketkizib o'tay. Xudo haqqi unda qilmang. O tulxotinning yolg'iz o'g'li, yoshli qilib shundoq qilib qoldi. O Aqtamboyning yolvurishlariga pisand qilmay, tapanchasini otdi. Biroq osmonga qaratib otdi. Yig'ilgan odamlar tapanchaning o'nini og'lab, o'yildan dirridi chiqib ketdi. Biroq men o'rnimdan qo'zg'alolmadim. Ossang otasan, munda xorlinib yashagandan ko'ra o'lganmi yaxshi deb o'yladim. Ular Jamoliddinning gapiga toza berilib, qizishib o'tirganda eshik ochilib, Nodam kirib keldi. Toza ketishding-ku, dedi biri. Boy ko'langi bo'lib olib qo'zg'alolmadim. Chiroqni o'chirib, o'zimdan keyin mangdim. Dedi Nodam eshik tubiga joylashib. Nodam o'ltirganlarga osta qaradi. Hammasining chiroyida jiddiylik, qiziqish yenib ketgan edi. Jamoliddin so'zini davomlashtirdi. Shunda qilib, u peshayvondan tushib, men tarafga mangdi. Meni ikki qachat urdi-da, bo'pti, ursin. Bir bosh bilanla meni gangirtib qo'yib, rasa solay, dardimni chiqiray, ondan qechibli ketsam bo'ladi-ku. O mendan o'kizni olgan xo'sh, men uningdan qutulgan xo'sh bo'lmamdim deb o'ylab tursam, nadindir opam kirib keldi. Uning ko'zlari yosh yo'q edi. Voy jinim bolam, sog'kansan-ku, yur ketayli. Bo'ldi o'kizingdan kesh, ming bolam. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon deb tikan, yilimi soqqabsan, bir o'kizni deb o'zingni sep beramsan. Opam qoqshab to'kilib turadi. Ular bilan tang bo'g'ili bo'lamdi. Aziz beshang omon bo'lsa, undoq o'kizni nechini topsan? Opam shundoq deb yolvorg'il turdi. Oxiri opamning ko'nglini ayab, qo'rodan chiqdim va bog'lab qo'ygan otni yeshib, opam bilan ketdim. Odam onaning zoriga chidamaydi ekan. Shunda qilib 8-9 oy boqqan haqqimga berilgan tomdak o'kizimdan ayrilib qoldim. Bo'lgan ish mushu. Dunyodan qul bo'lib o'tadigan o'xshaymiz. Jamoliddin so'zini to'xtatdi-da, ulug' kichik tinib, ham g'azablangan, ham ma'yuslangan ko'zlarini sapdoshlaridan qochirib, yerga qarab o'ltirib qoldi. Shu-da, dedi Kevir muhurkisini qattiq sho'rab. Men shuning uchun ichiman emasmi? Bosh uchi yo'q chigish xiyollar meni ishkizdi. Zulmdan qutulishning yo'li nada zodi? Ko'diq-ku, mahallimizning a'tiborli qizi nomusli deb sudi o'ldi. Uning yigiti o'qdi o'ldi. Yana qaysimiz nima ishda, qanday qopqonlarda o'limiz? Buni kim biladi deysizlar? O'lganlar uchun yig'lidik, qaqshidik, lekin intiqom oldigan chiqmadi. Bu qorong'ulikni yo'rtadigan chiroq yo'q o'xshaydi. Dardimizni ichish, chekish, ichib bilib naqshi aytish, mo'rti kelsa Jamoliddinga o'xshash amaldorlarni tilli bilish bilan chiqirdigan o'xshaymiz. Uning ko'kargan qalpoqlari titraydi. O'skilan soqol buruti tik-tik bo'lib ketgan edi. U
ko'k tamokisini yana o'ridi va alam bilan sho'ridi. Uning eg'iz burnidan ko'p-ko'k ochiq is buruqtirim bo'lib etilib chiqdi. Bunda qilish to'g'ri emas, Kivirka, dedi Anvar apandi uningga qarab. Hammamizning beshida dard alam bor. Dard alamga chidamay, hammamiz tarki dunyo bo'lib ketsak bo'lamdi. Sen ming tarki dunyo bo'lib, ishchi bilib xiyonning payzini surgan bilan yana baribir erkin odam emassan-da. Yana boyning oldiga borsan, yana shuningga ishlaysan, shuning deginni qilsan. Sen xohlasangmi, xohlamasangmi, u senga deginni qildirdi. Bozxona seni sehrgar qizdek o'ziga tortib turdi. Uningga pul kerak, tirikchilik kerak. Shu chaqda yana shularning qapiqiga, tishining eqiga qarashga to'g'ri keladi. Talada shivirg'on adamakda edi. U qor ushqunlarini qog'oz chaplangan derazaga uratdi. Uy ishchimu ostilab suvib boradi. Kivir jaynikini yerga tirab, enkini olqiniga qo'yib, yonboshlab yotadi. G'oyit tomga yo'linib Anvar apandiga qarab o'ltiradi. Jamoliddin bo'lsa, nimalarnidir o'ylab, ko'zini bir nuqtadan olmay, tep-tinch qetib qolgandek o'ltirib qolgan edi. Tomga yo'linib o'ltirgan nodammu xiyolga ketgan. Jahon nimishqa tuzalmaydi. Ammo odam kivirkamdek bo'lib ketsa, jahonni kim tuzaydi? Akammo heliqi qonliq yoshlar degan o'yinni bekorga qo'ymagandi. Amaldorlarning, boylarning qilmishlarini cho'p tikango, umi jahonni tuzayman deb o'ylaganmidikina? Akamni tutib, shangan yomilg'i so'lganda kishilar nimishqa uni tutislar? Nodir rostini yozdi-ku deb u yerga borolmadi. Bo'zak bo'lganlarga ich og'irtib, bo'zak qilinganlarga g'azablanib yuramdiq. Zodi, buning nima chorasi bor? Uning texi toza chunqur yeshilmagan savollari ko'p edi. Shunga u Anvar akam bir nimada, uninga agashsak bir gap bo'la, deb o'yladi-da, Anvar apandiga umidlik ko'zi bilan tikildi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismliq tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaqaysizlar. Ahtamboydek boylarning uyur yilqinlari, qo'ri qo'ylari, esil kiyim-kechak, oltin jabduqlari nadin kelgan? Qo'rimomsiz, dodini olma akilib olsam, muni soqchi to'xta, bu yoqqa kel dedi. Oldiga kelsam, olmamning sarxillaridan 7-8 ni ilib olib, pulni bermay zo'rlik qilib o'tdi. Jamoliddinning o'kizini ochiq oshkora tortib olsa, hatto qotillik qilsa, bu hukumat qotilni qo'llasa, mukofotlasa, buning qarab turishga bo'lamdi. Buning zodi so'rig'i yo'qmi? Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilham Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.